eng oxiri bu yer yuzida dunyodan o'tgan sahoba Abu Tufayl ibn Amir radhiyallohu anhu. Bu sahoba 100 yoshdan o'tib olamdan o'tgan ekanlar. Tarixchilarda aytishiga qaraganda 8 yoshida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ko'rgan, iymon keltirgan. O'zi aytadilarki, men u zot bilan birga Ka'bani atrofini aylanganman. Rasululloh o'pgan joyda men ham borib o'pganman deb aytadilar. Mana shu zot yoshlari ulug' bo'lib qolgan paytda u zotdan so'raganda o'sha Abu Tufayl ibn Amr radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, la a'lamu fi zahril ardi rajulan hayyan ra'a nabiyya sallallohu alayhi va sallam g'ayri. Yer yuzida degan ekanlar. Mana shu butun yerni ustida mendan boshqa Rasulullohni ko'rdim deydigan odam qolmadi degan ekanlar. Tasavvur qiling, yer yuzida butun olamda birgina zot Rasulullohni ko'rganligini aytib turibdi. Mana shu Abu Tufayl radhiyallohu anhu olamdan o'tganda yig'lagan ekanlar. Nega endi shuncha odam o'tadi, nega bunday Abu Tufaylni yig'layapsizlar deganda yig'lab turib aytgan ekanlarki, yer yuzida Rasulullohni ko'rdim degan odam qolmadi endi degan ekanlar. Rasulullohni ko'rdim degan odam tugadi Abu Tufayl olamdan o'tishi bilan. Sahobalar mana shunday fayz, baraka olib kelgan edilar. U sahobalarning hayotini o'rganish, ularning hayotlaridagi chekkan zahmatlari uchun duo qilishligimiz lozim. Chunki o'sha sahobalarning jon fidoligi, ularning payg'ambarimiz alayhissalomga bo'lgan muhabbatlari, sadoqatlari siz va bizni iymonda, islomda mana shunday sobit qadam bo'lishligimizga sababchi bo'ldi. Shuning uchun biz ba'zida sahobalarning hayotlarini o'rganib turishligimiz kerak azizlar. Toki biz o'zlarimizga namuna olaylik.